Assalomu alaykum hammaga, Special Money kanaliga xush kelibsizlar jigarlar. Sizlar bilan bugungi videomizda bir ajoyib programma orqali pul ishlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Undan oldin o'rtoqlar, biz mana bu videomizni g'olibini aniqlab olishimiz kerak. Bilasizlar o'rtoqlar, biz har kuni har bitta videomizda konkurs o'tkazamiz. Konkurs shartlari mana shu Special Money YouTube kanaliga obuna bo'lishingiz kerak va Telegram kanaliga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi. Telegram kanal silkasi video opsiyasida va закрепленный kommentariyada bo'ladi. Xo'p jigarlarim, 270 bitta obunachi yig'ib qo'ydik. Davayda o'rtoqlar, shu videoda 300 ta qilib qo'yamiz degan umiddaman. Podдержка qilasizlar degan umiddaman jigarlarim. Xo'p, men hozir mana bu videoning silkasini sayt qilib olaman. Random saytiga o'tamiz. Mana bu yerga videoning linkini joylashtiramiz. Bu yerdan davom etish. Xo'p, bu yerdan winner ustiga bosib qoldiramiz. G'olib o'rtoqlar, mana shu obunachimiz g'olib bo'ldi. Agarda shu obunachimiz bizni ko'rayotgan bo'lsa, bizga Telegram orqali aloqaga chiqishini so'raymiz. O'z pultlarini payr hamyonlarga tashlab beramiz. Xo'p jigarlarim, kanallarimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, unda videomizni boshladik. Xo'p o'rtoqlar, sizlar bilan bugungi videomizda mana shu AX Wallet programmasida pul ishlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Xo'p o'rtoqlar, programmani Play Marketdan yuklab bo'lmaydi. Programmani o'zini ofitsial saytiga kirib yuklash kerak. Men saytning silkasini Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Xo'p, saytga kirasizlar. Bemalol o'rtoqlar programma haqida ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Sizlar o'rtoqlar Androidga va iOS versiyasiga yuklab olsanglar bo'ladi. Men hozir telefonim Androidga yuklab olaman. Xo'p o'rtoqlar, men programmani yuklab oldim. Programma ko'rinishi xuddi shu ko'rinishga ega. Programmani ustiga bosasizlar. Xo'p o'rtoqlar, mana programmaga hozirda kirmoqda. Mana o'rtoqlar kirib oldik. Bu yerda o'rtoqlar Create Wallet bor va Import Wallet bor. Import Wallet bu hamyonga kirish, Create Wallet bu yangi hamyon ochish hisoblanadi o'rtoqlar. Men hozir yangi hamyon ochaman. Create Wallet ustiga bosamiz. Bu yerda o'rtoqlar mnemonic degan narsani ustiga bosasizlar. Mana bu yerga o'rtoqlar biza ikkita bir xil parol kiritishimiz kerak bo'ladi. Lekin o'rtoqlar, bu parol eslaringizda qolsin. Bu parol o'rtoqlar juda ham ko'p kerak bo'ladi. Ya'ni pul chiqarayotgan paytda ham, pul kiritayotgan paytda ham har doim bu parol kerak bo'ladi. Shuning uchun o'rtoqlar, o'zlaringiz eslaringizda qoladigan parol kiritib ketinglar o'rtoqlar. Men hozir parol kiritib olaman. Xo'p o'rtoqlar, men parol kiritib bo'ldim va bizda xuddi shunaqa oyna ochildi. Mana bu yerda o'rtoqlar 12 ta so'z bor. Bu so'zlarni xohlasanglar qayergadir yozib olinglar, xohlasanglar screenshot qilib qo'yinglar o'rtoqlar. Bu so'zlar nimaga kerak? Masalan, sizlar programmani o'chirib yuborishlaring mumkin yoki akkauntlaringdan chiqib ketib qolishlaring mumkin. O'sha paytlarda sizlarga mana shu so'zlar kerak bo'ladi va boyagi parol bilan. Shuning uchun aytdim o'rtoqlar, qayergadir yozib olinglar, xohlasanglar screenshot qilib qo'yinglar. Xo'p, endi mana bu yerdagi next step degan tugmani ustiga bosib qoldirishimiz kerak. Endi o'rtoqlar, bizda xuddi shunaqa oyna ochildi. Boyagi bo'limida mana bu yerda o'rtoqlar to'g'ri yozib qo'yganda, endi mana pastiga bizani so'zlarimizni chalkashtirib berdi. Endi o'rtoqlar, mana shu so'zlarni mana bu yerga to'g'rilab yozib chiqishimiz kerak va confirm degan tugmani ustiga bosib qoldirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p o'rtoqlar, men hozir so'zlarni to'liq tartibda yozib olib, confirm degan tugmani ustiga bosaman va o'zimda akkauntimga kirib olaman. Xo'p o'rtoqlar, mana to'liq ro'yxatdan o'tib oldik. Xuddi shunaqa qilib o'rtoqlar ro'yxatdan o'tasizlar. Endi sizlarga o'rtoqlar hamyon haqida ozroq tushuncha berib o'taman o'rtoqlar. Mana bu yerda 5 ta bo'lim mavjud pastda. Wallet bu programmaning glavniy oynasi hisoblanadi o'rtoqlar. Bu yerda market bo'limi mavjud. Ustiga bossanglar, programmada o'rtoqlar mana bu valyutalarni ham ko'rib tursanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerda AX bo'limi mavjud. Ya'ni o'rtoqlar, bu chat qanaqadir savollaring bo'lsa, mana shu chatda bemalol yozishlaring mumkin bo'ladi adminlariga. Xo'p, bu yerda Discovery bo'limi mavjud. Ya'ni bu yerda programmalar bor. Bu yerda Setting bo'limi mavjud. Bu yerda o'rtoqlar Wallet Management, Invite Bind, Version Update, bu yerda About Us. Bizda o'rtoqlar mana bu Invite Bind bo'limi kerak bo'ladi. Video oxirrog'ida men sizlarga qanday qilib $1000 bonus olishni o'rgatib o'taman o'rtoqlar. Oxirgacha ko'ringlar videoni. Xo'p, bu yerda Wallet bo'limi ustiga bosasizlar. Programmada o'rtoqlar bizga pul ham ishlab borsanglar bo'ladi. Qanday? Bu yerda o'rtoqlar All Trading bo'limi mavjud, ustiga bosasizlar. Bizga o'rtoqlar programmaga pul kiritib, pullarimizni staking qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Endi hamma menimcha staking nimaligini bilsa kerak. Bu yerda o'rtoqlar USDT bor, monthly income, ya'ni bir oyga staking qilsanglar bo'ladi. Agarda sizlar o'rtoqlar programmaga $100 kiritadigan bo'lsanglar, sizlarning pullaringni bir oyda ichida $123 yoki $126
dollar qilib beradi. Ya'ni foydasi 23 dollardan 26 dollargacha bo'ladi. Sizlar o'rtoqlar BNBdan ham pul kiritsanglar bo'ladi, Trondan ham pul kiritsanglar bo'ladi. Agarda 1000 Tron kiritadigan bo'lsanglar, sizlarning pullaringni 1200 Tron yoki 1230 Tron qilib beradi. Ya'ni foydasi 200 Tron yoki 230 Trongacha bo'ladi o'rtoqlar. Masalan, men Trondan pul kiritmoqchiman, ustiga bosamiz. Xo'p, bu yerda nima deyapti o'rtoqlar? Secret tips, ya'ni 2 bosqichli parolni ula deyapti o'rtoqlar. Yaxshi, ulaymiz. Confirmni bosamiz. Xo'p, bu yerdan bir marta chiqamiz. Endi mana bu tepadagi Google 2 bosqichli parolni ustiga bosamiz. Mana o'rtoqlar, bizga skaner qilishimiz uchun QR kod berdi yoki pastda o'zini adresini berdi. Men hozir adres bo'yicha o'ylayman. Bu yerda mana bu adresni saqlab qilib olamiz. Bu yerda next stepni bosamiz. Endi nima qilamiz o'rtoqlar? Programmadan bir marta chiqib, mana bu Google 2 bosqichli parolni biza Play Marketdan skachat qilib olishimiz kerak bo'ladi. Ustiga bir marta bosamiz. Xo'p, endi mana bu pastdagi plyuschani ustiga bosamiz. Bu yerda QR kod bilan skanerlash va sozlash kalitini kiritish. Men hozir kalt bo'yicha kiritaman. Mana bu yerga o'rtoqlar AX deb kiritib qo'yasizlar. Prosta kaltingiz degan joyiga boyaga saran qilgan kaltimizni joylaymiz o'rtoqlar. Endi mana bu yerdagi qo'shish degan tuman ustiga bossanglar, mana o'rtoqlar AX walletimiz 2 bosqichli parol yoqildi. Endi o'rtoqlar 253 689 degan raqamni programmaga o'tib kiritishimiz kerak bo'ladi. Xo'p o'rtoqlar, bo'ldi mana. Operatsiya successful. Ya'ni bizani hamyonimiz 2 bosqichli parolga ulandi. Endi o'rtoqlar, hamyonimiz yanada ham xavfsiz turadi. Xuddi shunaqa qilib o'rtoqlar, mana masalan all trading yana bosib ko'rsataman. Tron ustiga bosasizlar. Mana o'rtoqlar, staking qilish minimalka summasi 100 Tron. Agarda 100 Tron pulingiz bo'ladigan bo'lsa, sizlar bemalol pullaringizni staking qilib qo'yishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, pulni o'rtoqlar qanday tashlaysizlar? Pul tashlash uchun bu yerdan receive degan tuman ustiga bosib qoldirasizlar. Bu yerda o'rtoqlar web20 adresi bo'yicha va ters20 adres bo'yicha bemalol pul kiritsanglar bo'ladi. Xohlasanglar skaner qilib tashlaylar, xohlasanglar mana bu adreslarni saqlanib qilib olib, o'sha adreslarga pul tashlaylar o'rtoqlar. Men hozir qisqacha tushuntirib o'taman Binancedan qanday qilib pul tashlashni. Xo'p, mana bu Tron trs20 ni adresini skopировать qilib olamiz. Men hozir o'rtoqlar bu telefonimda Binance, Bitget boshqa hamyonlar yo'q. O'zimning asosiy telefonimga o'tib sizlarga ko'rsataman. Xo'p o'rtoqlar, Binance hamyonimizdan hozir sizlarga qanday qilib pul tashlashni o'rgatib o'taman. Xo'p, pul tashlash uchun bu yerdan Sabrat degan tuman ustiga bosasizlar, bu yerdan Vivot ustiga bosasizlar. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar boyagi programmadagi adresni kiritamiz. Mana bu yerga o'rtoqlar Tron trs20 tanlaysizlar. Mana bu yerga o'rtoqlar qancha pul tashlamoqchi bo'lganingizda yozib ketasiz. Minimalka 10 dollar. Masalan o'rtoqlar 10 dollar tashlasangiz programmaga 9 dollar borib tushadi. Ya'ni 1 dollar komissiya olib qoladi. Xo'p, agarda masalan 100 dollar tashlaydigan bo'lsangiz 99 dollar yetib boradi u programmaga 1 dollar komissiyasi bilan. Qancha tashlashingizni farqi yo'q, 1 dollar komissiya olib qoladi o'rtoqlar. Bu yerdan Vivot ustiga bosasizlar, zaifga отправление bo'ladi. Bo'ldi o'rtoqlar, уже 1-2 daqiqada programmaga pullaring yetib boradi o'rtoqlar. Xuddi boshqa hamyondan boshqa hamyonga pul tashlayotgandek tashaverasizlar o'rtoqlar. U ham oddiy hamyon, Binance ham o'rtoqlar oddiy hamyon hisoblanadi. Xo'p, xuddi shunaqa qilib o'rtoqlar pul tashlasanglar bo'ladi. Xo'p jigarlar, xuddi shunaqa qilib programmaga pul tashlab olsanglar bo'ladi. Bu programmani ham o'rtoqlar boshqa saytlarga pul kiritib, boshqa saytlardan pul chiqarib, xuddi shunaqa qilib ham bu programmani ishlatib yursanglar bo'ladi. Faqatgina Tron va USDT orqali. Boshqa valyutalar ham bor, bemalol foydalanishlaring mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib pul kiritasizlar o'rtoqlar. Xo'p, bu yerda pul chiqarishga kelsanglar, pul chiqarish uchun bu yerdan send degan tuman ustiga bosasizlar. Masalan o'rtoqlar, bu yerda sizlar BCC dan va Trondan pul chiqarishlaring mumkin bo'ladi. Mana bu yerga adresni kiritasizlar. Xo'p, mana bu yerga qancha chiqarib olmoqchi bo'lgan summalarni yozasizlar va bu yerdan confirm degan tuman ustiga bossanglar bo'ldi o'rtoqlar. 30 soniya yoki 1 minut ichida pullaring hamyonlaringdan chiqib ketadi. Xuddi shunaqa qilib o'rtoqlar pul chiqarasizlar. Bu yerda 0.03 Trondan 1 Trongacha komissiya olib qolishni aytmoqda. Lekin o'rtoqlar hech qanaqa komissiya olmaydi. Men programmadan pul chiqarib ham ko'rdim, pul solib ham ko'rdim o'rtoqlar. Special Money Telegram kanalimizga o'tib olsanglar, to'liq ma'lumotlarni o'sha yerda berib bormoqdaman. Endi o'rtoqlar, bu yerdan All Account degan tuman ustiga bosib qoldirasizlar.
Bizda o'rtoqlar hozirda balansimiz hamma joyi 0, hech qanaqa pulimiz yo'q. Endi sizlarga hozir $1000 bonus olishni o'rgatib o'taman. Bonus olish uchun o'rtoqlar bu yerda setting bo'limiga qaytasizlar. Bu yerda invite bitta ustiga bosasizlar. Sizlar o'rtoqlar kimnidir invite kodini mana bu yerga kiritishlaring kerak bo'ladi. Xo'p o'rtoqlar, men hozir kimnidir invite kodini kiritib olaman va $1000 bonus olaman o'rtoqlar. Xo'p o'rtoqlar, mana ko'rib turganingizdek, kimnidir invite kodini kiritib oldim va bu yerdan confirm degan tugma ustiga bosamiz endi. Operation successful bo'ldi o'rtoqlar. Endi wallet bo'limiga shundoq qaytsaylik, mana o'rtoqlar $1000 уже balansimizga qo'shildi o'rtoqlar. Bu bizga berilgan token hisoblanadi, ya'ni AX tokeni hisoblanadi o'rtoqlar. Vaqti kelib o'rtoqlar bu pullarning qanchadir qismini biz bemalol yechib olsaylik bo'ladi. Bizani Special Money YouTube kanalimizdan uzoqlashmanglar o'rtoqlar. Agarda shu tokenlar chiqib qoladigan bo'lsa, men birinchilardan video qilib sizlarga o'rgatib boraman o'rtoqlar. Xo'p, bu yerda invite deb bosasizlar. Masalan, kimnidir, masalan, tanishingizmi, agar bonus oladigan bo'lsa, invite bo'limiga kirasizlar va mana shu parolni, ya'ni mana shu invite kodni ulashadigan bo'lsanglar, do'stlaringga ham $1000 bonus beradi o'rtoqlar. Men invite kodni video opsiyasiga va zakreplonni kommentariyasiga joylab qo'yaman. Bemalol o'sha koddan foydalanib, sizlar ham $1000 bonus olsanglar bo'ladi. Bu o'rtoqlar hech qanaqa referral yig'ish emas. Chunki kimdir invite kodini kiritmasanglar, hech qanaqa bonus ola olmaysizlar o'rtoqlar. Xuddi shunaqa qilib o'rtoqlar, programmada pul ishlasanglar bo'ladi. Programmaga pul kirsanglar bo'ladi, programmadan pul chiqarsanglar bo'ladi. Programmani o'rtoqlar oddiy hamyonda ishlatib yursanglar bo'ladi. Xo'p o'rtoqlar, bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Video sizga yoqgan bo'lsa, videoga like bosib